ovozi chiroyligini qara. Bu kaftarlar raqsga tushishini qara. Qanday ussang. Ayniqsa mana bu novot rangi juda go'zal raqsga tushar. Kimdir peshinamni otgandek bo'ldi-ya. Jonim ey. Mayli singlim, siz ham eshitib ko'raychi, nima demoqchisiz? Hayron qolasiz. Har kecha qaynonam xonamizga kiravergan. Qaynonangiz, siz qaynonam. Yotgan joylarda xo'jayinimmi? Mani xonamda uxlaysan, qo'llaridan yetaklab olib chiqib ketadilar. Hech bir ona o'g'lini kelindan ham rashk qiladimi? Siz dono, bir oqila, aqlli ayolsiz. Ayting, shu ishlar to'g'rimi, qaynonammi? Sizga bir narsa aytaymi? Ba'zida mana shunaqa qaynonalarim uchrab turadi. Siz e'tibor bermang. E'tibor bermay bo'ladimi? Erimmi yonimdan chiqib ketadilar. Siz yana meni eshitmadingiz, singlim. Shoshilmang. Men bir oliy ma'lumotli psixolog sifatida sizga shuni aytamanki, mana shunaqa voqealarni ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka oling. Shunda hayotda olg'a yurasiz, yutasiz. Xo'pmi? Meni fahmlashimcha qaynotangiz ham yo'q bo'lsa kerak. Voy, qaynotam ham rahmatli bo'lib ketganlar. Rashk qilaverib, og'ir qaynotamni ham o'ldirib yubordilar. Oxirgi soatlarida ham u ayol kim deb qo'ymasdan qaynonam rashk qilganlar. Qaynotam bechora sandan qutulganimga shukr deb puf deb jon berib yubordilar. Ha, mayli. Singlim, mayli. Bo'pti, men boray. Opajon, rahmat. Shunchalik yaxshi maslahatlar berdingiz. Xo'p, mayli singlim, men ketdim. Rahmat opajon. Xo'p. Opajon, Labbay. televizorlarda chiqasiz. Chiroyli kiyinasiz. Nega bunaqa kiyib olgansiz hozir? Ba'zan o'tmishni ham eslab turish kerak, singlim. Yoshligimdagi kiyimlarimni ham kiyib turaman. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat opajon. Mayli, yaxshilikda ko'rishaylik. Xo'p. Ha, yaxshimisan? Voy, assalomu alaykum. Menga qara, sen oqila, dono ayolsan. Televizorlarga chiqasan. Haligi nutqlar so'zlaysan. Qani edi shu seni aqlingni yarmi? Meni xotirimda bo'lganda edi. Nosdan oling. Mana xaltasi bilan seni. Rahmat. Bahor qaytar, kuzg'on qaytar, ko'rnalar. Bilib bo'lmay sochimizga ham oralar. Aldanma hech, ishonma hech, bevafo dunyo. Umr oqib o'taverar, go'yoki daryo.
qalay bo'ldi? Iloyim, tuxum sindirgan qo'llaringiz akashang bo'lib qolsin. Ey, sen o'zing kim eding-ku, qarg'ishing nima bo'ladi? Seni qarg'ishing menga o'tmaydi. Aytib qo'yay. Agar meni ko'zim tegsa boru, sen parcha-parcha bo'lib ketasan. Ey, menga qarang. Sizni qarg'ishingiz menga tegmaydi. Chunki men yoshligimdan mana shunaqa irim-sirimlar, issiq-sovuqlar ta'sir qilmasligi uchun ichki kiyimdan bittasini doim teskari kiyib yuraman. Ichki kiyim teskari kiysa bo'lmas ekanmi? Voy, eshitmaganmisiz? Mana qara, men hozir tumanda eng ko'z tegadigan inson degan nom olganman. Ayrimlar meni snayper deb chaqiradi hatto. Ey, menga qarang dadasi. Bu unvoningiz bilan past ketib maqtanavermang. Biror kun birorta odam qarg'aydi, ilovonda juvonnak o'l deydi. Keyin nima qilasiz? Bilasan, menga qarg'ish o'tmaydi. Menga qara xotin, men bir ikkita ishlarni planlashtirib qo'yganman. Agar o'sha ishlarimdan biror bittasi amalga oshsa, seni chet elga olib boraman. Fransiyaga boraymi? Dubayga borib qolaysanmi? Mana. Amerikaga borib qolaysanmi? Ana u qo'shaloq binoni qara, chiroyliligini qara. Uni qara, ishlarga olib kiraman seni. Olib kiraman, uni chiroyliligini qara. Voy, dadasi uni qarang. Voy, tavba qildim. Hey, odamning ko'zi televizordan ham o'taverar ekanda. Mana qara xotin. O'zim ham qo'yil qoldim o'zimga. Ey, men endi butun dunyoga mashhur bo'laman. Dunyoga! Ya hormang, kelin, hormang. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Kelin. Bilasizmi, hali sizni qo'lingiz shirinda. Choyxonadan bu yoqqa kelmasdim-da. Siz kelin bo'lib tushgandan beri choyxonaga chiqqanim yo'q. Umringizdan baraka toping. Qo'lingiz o'ta shirin. Ey, hadi qo'lingiz shirin deyverasanmi? Ya, eshitgan bo'lsa kelar. O'zim ham shu xonadonga kelin bo'lib tushganimdan beri juda baxtliman. Turmush o'rtog'imga yaxshi ko'rib tekkanman. Bu jonimiz, Peruba davlatimiz, siz ham otamdek ulug'siz. Ha, baraka tov qizim, baraka tovsin kelinim. Ha. Ertalab tongdan turib oladi. Ha. Shipirma qo'y, toza desam, shipiradi. Hamma yoq chinnida qilib qo'ygan. Undan ko'ra ana ering bilan kinogami, teatrgami bor desam, yo'q, oyijonim bansadan chiqsin, keyin billa boraman oyijonim bilan deydi. Qala. Uni qara. Baraka topsin, barib qo'li shirin-da. Mehnatdan hali hech kim o'lmagan. Uyimizda ish unaqa ko'p emas. Agar ish ko'p bo'lgan taqdirda ham odam mehnatdan hech qachon o'lmaydi. Qanday baxtli oila. Shu ham oila bo'ldimi? Yeb ichishdan boshqasiga yaramaysizlar. Sizlarga. Mana o kampirni qaranglar. 85 yoshga kirdim deb charillaydi. 85 yoshga kirmasangiz, osmon uzilib yerga tushadimi? Odam degani ham shuncha ko'p yashaydimi? Endi kasalxonadagi qaynonani qaranglar. Ovqatdan bo'kib, kasalxonaga tushib o'tiribdi. Nomuslarga o'lib ketdim. O'g'lichi latta. Bir tiyinga qimmat. Lappa shang ermish. Men sizga nima qildim? Nimaga unaqa deysiz? Er emas, qaro yer. Mana bu kishchi choynakka o'xshaydi. O'zi dugonalarimga o'xshab Koreyaga yerga tegib ketsam bo'lar ekan. Ja unaqa oshirvormang, kelin, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Hey! Между прочим, Koreyaga tegib ketganlar bor-ku. O'lgandan keyin eri o'ligini jog'ib jibaryapti, hoppa. Farmon aka, uyatmasin birovdan xonadonni foylash. Borganingdan qolma. Ya, Farmon, to'xta. To'xta. Mana oilamga nima qilding? Ayt, dadalingni chiqarib tashlayman, ayt. Qaranglar. Sen yaxshi kelishgan, barvasta erkaksan. Men seni juda hurmat qilaman. Juda ham yaxshi insonsan. Ajoyibsan. Sen juda bir oliyjon. Tentay emasmisan? Nima deyapsan o'zi? Resmi tasdiq qilmayapti.
Maykang teskari kelyapsanmi? Qayerdan bilding? Kirligidan. Sen o'zingdan ketmagin. Xotinim kasalxonada yotibdi. Mana shu ichki kiyimimni bu kelinimga berishga uyalyapman. Tushundingmi? Menga qaragin. Men hozir kelinimni haligi qaytarma qilib o'ziga keltirib olarman. Agar yana darvozamdan mo'ralaydigan bo'lsang, oyog'ingni sidiraman. Tushundingmi? Shu ichki kiyimini teskari kiyadigan odamlarni jinnimdan betar yomon ko'raman-da. Assalomu alaykum. Adhamboy, omonmisiz? Mana 1 yil deganda zo'rga uchratdim sizni ya. Bir maslahatlik ishim bor edi. Xuddi siz so'rayman, maylimi? Xo'sh, xizmat. Haligi qandoq qilib boy bo'lsa bo'ladi? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Qo'pol qilib aytganda bitta echki olib kelasiz, 1 yilda 4 ta qilib olasiz. Tushunarlimi? Rahmat. Mana shu mashinalar ham sizdanmi? Bu mashinalarni har bittasiga 4 tadan olishadi. Rahmat. Napasdan ham pullaydi keladi-ya. Qoyil. Havas qildik, boy, havas qildik. Men hech kimni zo'rlamaganman. O'zlari olib kelib berishdi. Hormang usta. Ovqat olib keldim, ovqatlanib oling. Nasıl boy? Yaxshimisiz-ku? Omonmisiz? Assalomu alaykum Farmon aka. Malades, ukam. Qoyil. Lekin mana shu imoratni boplabsan uka. Ajoyib bo'pti. Iloyim buncha to'ylab bo'lsin. Yaxshi tilda o'tirginchilar, xo'p ukam. Havas qildim. Rahmat aka, sizga ham bo'lsin. Sizdami? Bitta velosiped ham olib mena olmaysan degandingiz. Mana uylar qurdik, xudo xolos to'ylar qilamiz. Eski bo'lsa ham Jiguli nasib qildi. Jiguliliga qaramang buni. Motori Lassetti'niki. Tezligi 170. 16 million so'mga oldim. Oo! Hey, shunchalik puling ko'payib, boyib ketgan ekansan. Buni qurib ovora bo'lmasdan, tayyor borib Toshkent City'dan uylab olsang bo'lmasmidi, uka? Farmon aka ajoyibsiz. Qiziqchiligingiz hech qolmadi sizni. Bizgachi Toshkent City'dan emas, Toshkent Chetidan ham uy bo'laveradi aka. Lekin hushyor bo'l, uka, hushyor bo'l. Ko'z tegmasin, ha? Qo'rqmayman, ko'z tegmaydi. Ana, ko'z tikan osib qo'yganman. Inspektor Yakubov. Kim deding bolam? Yakubov. Oy, Yoqubov deb baraka topkir, Yoqubov. Xo'p. Yoqubov. Ana shunday bo'lsin bolam. Oddiy fuqaro Kabulov. Kabulov. Nimalarni shuna qildim bolam? Qizil chiroqni ko'rmadingizmi? Ha? Qizilni ko'rdim bolam, seni ko'rmay qolibman. Ota, uni ustiga yoshingiz ham ulug'roq ekan. To'g'ri yo'l chizig'ini ko'rmadingizmi, ha? Bosib kelyapsiz o'rtaga. Oy, bekorlaringni 5 tasini aytsan bolam. O'sha to'g'ri chizig'ingni bosmayin deb men o'rtaga olib kelyapman o'shani, bolam. Tanimadingmi?
Qog'oz otami? Ha? Bu Matizchangiz qani Matizchangiz? Yonib ketdi u o'tgan yili bolam. Qanaqasiga? Kunduz kuni chirog'ini yoqib yurdim, yonib ketdi bolam. Almashtirib oldi. Ha, yaxshi. Buyursin. Ota, sizga mayli yoshingiz ulug' ekan, yengilgina qilib remenga yozib beraman. Yozmasang bo'lmaydimi? Yo'q. Endi mana shalvorda ham remen qolib ketibdi bolam. Shu toza yozging kelayotgan bo'lsa, mana shu belboqqa yoza qo'y bolam. Orqa tarafiga mana. Ota, odamni masxara qilyapsizmi, ota? Qonun barchaga barobar, ota. Yozmasam bo'lmaydi. Zamoning ishlamay qoldimi, bolam? Bir atil-patilga olib borsang, mana ishlayapti. Mana Qanaqa tushunmaydigan odamsiz? Yozaman, jarimaga tortaman. Menga qara bolam, shu shayton yoz deyaptimi? Otam, qonun yoz deyapti. Ey, uni o'rniga bir kitob yozsang bo'lmaydimi? Bir she'r yozsang bo'lmaydimi? Asar yozsang bo'lmaydimi? Ana, o'z sniper ukajonim meni. Hali. Meni mo'ylovimni olib qo'yibsan-ku, bolam. Endi tashlab ketib olib qo'ydim-da. Ha, yaxshimisan? Rahmat. Men bugun tushunmayman komandirga. Shu yozaman deydi endi. Yoshimni ham hurmat qilmayapti. Endi mana ko'zlaringni ishlat, bolam. Yozmasa bo'lmaydimi? Yozishim kerak, aka. Shuning bo'lmasa, yozmasa bo'ladimi? Endi Ustoz, assalomu alaykum. Aqlingni. Nechun men g'aribni yo'qlab qolibsiz? Tinchlik? Mana shu qish bilan urib hozir miyangni qattiqini chiqarib yuboraymi? Voy, nima qildim men sizga, ustoz? Men senga o'g'irlik qil deganmanmi? Yo'q. O'g'irlik qilasan. Qo'lingda gulday hunaring bo'lsa. Hech marta aytganman, borib muloyim bilan odamlarni aldab, gunoh qilib, terisiga kirib, o'z qo'li bilan rozi bo'lib bergan puliga nima yetsin ekan? Ustoz, shuni aytasiz-ku. Ikkalamiz mana shu firibgarlik yo'li bilan xalqqa otib qashqasi tanilib qolibmiz. Tirikchilik qilishni o'zi qiyin bo'lib ketgan. Mana ishonmasangiz, bola chaqam ham och o'tiribdi. Ishla. O'z ustingda ishla. Mana bu miyani ishlat. Nima qilay? O'g'irlik qilaymi? Astag'firullah. Ey, o'g'irlikning puli harom, Agar bugundan boshlab o'g'irlik qilganing eshitsam yoki ko'rsam, meni sandaqa shogirdim yo'q. Oq qilaman. Bo'l, biroz gapingiz boshqa umuman qaytarilmaydi. Bo'l. Ishoning, so'z beraman. Bo'l, stop, bo'l. Mustaqillik, o'zing taxla. Bo'l. Mana uy, mana sizga aytgan o'sha uy aka. Turishini qarang buni, turishini qarang. Menga qara uka. Qarang. Agar menga pul kerak bo'lmaganda, pul zaril bo'lmaganda 100 yilda sotmasdim aka. Mayli, lekin o'sha men yomon narx aytmadim uka. Uni rangiga qara, rangi ketgani qara. Aka zamondan orqada qolibsiz aka. Hozir kundan kunga yangiliklar chiqib ketyapti aka. Bu rangiga e'tibor qilmang. Buni rangi bilasizmi nima? Haligi xamilon. Chiqqan moda xamilon. Mana hozir quyosh nari turibdi. Mashina ko'rinib turadi, mashina turadi. Quyosh bir obitdan kelib yoqib o'tgandan keyin yaltirab turib boshqacha. Tovlanadi bu aka. Mana qara, o'zi bu qachon qurilgan, qancha bo'lib qurilgan? Aka, buni bor-ku, shunaqa ustalarni topib keldim. 2 haftada qazillatib tashladi. Nafas olmay ishlaydi. Haligi 2 haftada degan. Shunaqa aka pul 2 haftada dahshat nima qarang, derazalar bilan qoyil. Zokirjon, bak ochiq-ku. Ana. Qo'zi bor. Benzin o'g'irlab ket, benzin. o'rnida abdalasini chiqaraman.
Qo'zivoy qani Qo'zivoy? Shogirdingiz. Qaysi to'xta? Muttaham qani? Nima qildi? Hozir ikkita kanistrada benzin ko'tarib kirib ketdi uyingizga. O'g'ri u. Muttaham Qo'zivoy shogirdingiz sizni. Mani shogirdim o'g'ri emas. To'g'ri. Muttaham. O'z ko'zimiz bilan ko'rib quvib keldik. Uni avval isbotlash kerak. Chiqib. Ya ko'ramiz, ularni ko'ring. O'zim Sen yana o'g'ri qildingmi? Yo'q. Benzin o'g'irlabsan u. o'g'irlaganim yo'q. Nima bo'rini yesa ham, yemasa ham og'zi qonmi? Qani isbot? Qani dalil? Muttahamlar tuhmat qilishyapti. O'g'irlik qilganim yo'q, ustoz. Bo'lmasa mana bu benzinni qayerga kelyapti? Mana men krashka qilyapman, krashka. Bo'pti. Bu kunga Nimaga ustoz? bilasan, men chekmasam ana qilamayman u. Ustoz, shu safar chekmang. Ya albatta. Iltimos, chekmang. Endi nimaga chekmas ekanman? Ustoz, ko'nglim g'ash. Hey, Ustoz. to'g'ri. 3 2 1 0. Ustoz! Farmon aka, yaxshiga kun yo'q, yomonga o'lim yo'q ekan. Yonib ketib ham o'lmadi juda qoyil. Aka. Bundan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Tirikchilik yo'qoldi, tirikchilik. Ko'zim tegmayapti.